Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 15-bilet tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Chorraha oldida bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, haydovchi qanday yo'l tutishi kerak? Ushbu holatda haydovchi kesishadigan yo'l bo'ylab harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi uchun to'xtash chizig'iga to'xtab, u yo'q bo'lsa kesib o'tiladigan qatnov qismi chetida to'xtashi. Har qanday holatda ham to'xtashi kerak. Qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? Xo'p, ushbu yo'l belgisiga e'tibor qilamiz. Demak, o'ngdan ikkinchi yo'lga harakatlanish taqiqlangan. O'ngdan ikkinchi yo'lga. Yotiq chiziqning uzluksiz sariq chizig'i nimani bildiradi? To'xtash taqiqlanishini bildiradi. Demak, A javob. Qaysi yo'nalishga harakatlanishga ruxsat berilgan? Tartibga soluvchining ushbu ishorasida o'ngdan birinchi yo'nalishga harakatlanish mumkin. Birinchi yo'lga. O'tib ketolmaysiz, taqiqlangan. Faqat o'ngga harakatlanishingiz mumkin. U ham birinchi yo'lga. Transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar? Ko'p asosiy yo'l belgilariga e'tibor qilamiz. Asosiy yo'l qizil bilan ko'k asosiy yo'lda. Ko'k burilmoqchi. Ko'k o'rtaga chiqadi, qizilni o'tkazib yuboradi va harakatlanadi. Shundan so'ng sariq va yashil bir vaqtda harakat qiladi. Haydovchi manyovrni bajarishda burilish ko'rsatkichlari bilan yorug'lik ishorasini har doim ham berish kerakmi? Yo'q, kerak emas. Agar harakatlanishda boshqa qatnashchilarni chalg'itishi mumkin bo'lsa. Suratlarning qaysi birida quvib o'tish ko'rsatilgan? Quvib o'tish A rasmda ko'rsatilgan. Sababi quvib o'tishning asosiy qoidalaridan biri biz quvib o'tish uchun qarama-qarshi yo'nalishga chiqishimiz kerak. B yo'nalishda biz qarama-qarshi yo'nalishga chiqayotganmiz, shunchaki chap polosaga chiqyapmiz. O'zib ketyapmiz. Haydovchi o'z joyidan ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin agar u transport vositasining o'z-o'zidan harakatlanishi yoki undan haydovchi yo'q vaqtda foydalanishga yo'l qo'ymaydigan zaruriy choralarni ko'rgan bo'lsa. Son suyagi 3dan 1ning pastki qismi singanda jarohatlangan odamni transportda tashish uchun taxtakash qanday qo'yiladi? Ikkinchi javob bo'ladi. Ikkita taxtakash oyoqning ichki va tashqi tomonidan qo'yiladi. Bittasi oyoq to'pig'idan qo'ltiq osti chuqurgacha, ikkinchisi to'piqdan chovug'igacha. Buni yodlab qolishlaringiz tavsiya qilinadi. Boshqa yo'q. To'xtab turish tormoz tizimi qanchadan kam bo'lgan qiyalikda M toifadagi avtotransport vositalari harakatsiz holatda ushlab tura olmasa, bu transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. 25 gradus. Buni ham yodlab qo'yinglar. Shu bilan bu bizning oxirgi biletimiz oxirgi savoli edi. Javoblarni ko'rib olishingiz mumkin. Ovoz past kelgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bugun jonli efir qilamiz. Savollar bo'lsa, kommentlarda yozishingiz mumkin. Telegram gruppamizga a'zo bo'lib qolishni unutmang. Asosiy yangiliklarni Telegram gruppamizda ham berib boramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.